Bu kasallik bilan 5 yil davomida davolanib kelaman. Mana bemorimiz Gulmurodov Bahodir, Nurobod tumanidan kelganlar. Bugun Smile Pro operatsiyasini rejalashtirganmiz. Bularda miopiya o'rta daraja, murakkab miopik astigmatizm bilan davolanib keladilar. Bugun Smile Pro operatsiyasini xudo xohlasa o'tkazamiz. Bu kasallik bilan 5 yil davomida davolanib kelaman. Uzoq yillar qiynalib, rolda yurishga, kitob o'qishga, ish davomida qiynalish oshib boravergani uchun bu yerga 2022-yildan buyon qatnayman. Ukamni ham operatsiya qildirganimizdan lekin effekti zo'r bo'ldi. O'shaning uchun o'zim ham ko'zimni korreksiya qilishga keldim. Xudo xolasa ertaga ko'ramiz natijasini. Kecha men Smile Pro operatsiyasini o'tkazdim. Umuman og'riqsiz kutmagandim, lekin bunday darajada bo'lishini juda ham zo'r. Operatsiya juda yaxshi o'tdi. Bugun ham tekshirdik, ko'zim ko'rishlari, o'zimga sezilarli juda yaxshi. O'zim mashina haydab keldim, bezovtalik bo'lmadi. Agar kimdir qo'rqib yoki ikkilanib yurgan bo'lsa, qo'rqmasdan operatsiya qildirsa bo'ladi, juda ham zo'r. Hammaga tavsiya qilaman.